Assalomu alaykum. Allohimning eng go'zal, fayzli va barokatli tongida go'zal tonglarni qarshi olgan bugungi shukrona kun qirolichasi, jannat yuzligim, go'zal onajonim, Shukurjonona siz bilan bog'landimmi? Bog'landim, sağ ol. Ahvollaringiz yaxshimi? Salomatmisiz? Rahmat, yaxshi. Onajonim, boshlab olgan eng go'zal tonglaringizni yaratgan Robbim siz uchun xayrli qilsin, barokatli qilsin. Ilohim, bugun eng go'zal kunlar Allohimga banda Habibimiz, Nabiyimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga chin ummat bo'lgan tavallud ayyomingiz ila qarshi olgan 60 yubiley yoshingiz ila chin yurakdan tabriklaymiz. Shukronangiz muborak bo'lsin. Rahmat. Ayni daqiqalar va siz bilan O'zbekistondan kutilmagan qo'ng'iroq televideniye ijodkorlari ushbu loyihaning suxandon loyiha boshlovchisi studiya mikrofonlar qarshisida boshlovchingiz Nurbonu bugun sizni baxtli qirolicha onalar safiga olib kirmoqchimiz. Mana shu go'zal tilaklarni mehribonim, jannat yuzli onajonim, farzandlaringiz ichidan kimlar nomidan kutmoqdasiz? Qaysi birlardan kutasiz? Qizlardan kutasizmi? O'g'illardan kutasizmi? Kelin qizlar, nabiralar qaysi birlari sizga surprizni ko'proq qilib turishadi? Ayni dam kimlardan kutasiz onajon? Ismlar taxmin ayta olamizmi? O'g'illarimdan Rossiyada yuribdilar. Ismlarini taxmin ayta olamizmi? Azamat. Mashalloh, albatta umrlaringiz uzoq bo'lsin. Bugun sizni dunyolarcha yaxshi ko'rgan mehriboningiz, o'g'lingiz Azamatjon akamiz hamda kelin qizingiz Ra'noxon opa nomidan tabriklaymiz. Ilohim, ular baxtiga bor bo'ling, dunyo turguncha turing, qalbingizdagi barcha ezgu niyatlarni Allohim ro'yobon ko'rsatib, bu yoshingiz sizni Ka'ba-yu Madinalarga qadamingiz yetkazsin, duolaringiz ijobat aylasin. Barcha farzandlaringizni eng go'zal kunlarda duogo'y hojonalari, eng mehribon jannat yuzlisi bo'lib yurishingiz tilakdoshimiz. Mehribonlaringiz baxtiga bor bo'ling onajon. Rahmat bolalarim, sog' bo'linglar. Albatta, chiroyli tabrik dilizxonlarga mehribon o'g'illaringiz Rasulbek akamiz, Doniyorbek akamiz, Islombek akamiz, kelin opalarimiz esa Solihajon opamiz, Ro'zaxon opamiz, Shahnozaxon opamiz, nabira dilbandlaringiz Madinabonu, Ro'zmatjon, Ruxshonaxon, Umidaxon, Maftunaxon, Mehrinisoxon, Dilshodbek, Umidbek hamda Muhammad Iso sizni chin yurakdan tabriklaydi. Ilohim, har birlaring baxtiga bor bo'ling, salomat bo'ling, dunyo turguncha turing ilohim. Rahmat bolam. Shunday sizlarni yetganlaringiz uchun ham rahmat bolam. Xudoyim sizlar ham 100 yoshlarga kirib yurgaysizlar. Inshaalloh, albatta, har bir kuningiz quvonch va baxtdan iborat bo'lsin. Ayni daqiqalar bugun sizni Alloh uchun yaxshi ko'rgan mehribon dilbandingizni chiroyli tabriklarini sizga o'qib eshittirib, sizni xursand aylasak. O'g'larim ham sog' bo'lib shoxda yurgan. Tabriklayman ulardan, Xudoyim ular ham omon sog'ina yurgaylar, sog' salomat. Rahmat tabriklaganlari uchun. Ilohim, albatta, barchalarning baxtiga bor bo'ling, dunyo turguncha turing. Albatta, o'g'lingizni sizga yozgan chiroyli maktublarini o'qib eshittirsak maylimi? Mayli. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum, men uchun jannat yuzligim, volidam, qirolicham, onajonim. Sizni bugungi eng go'zal kuningiz, Habibimga ummat bo'lgan tavallud ayyom shukronangiz ila chin yurakdan, chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Dunyoning eng go'zal mehriboni, oq ko'ngil farishtam, jannatim onam. Bugungi shukronangiz muborak bo'lsin. Bugun siz uchun unutilmas kunlar, unutilmas lahzalar, mana shunday shukrona kunga yetkazgan yaratgan Robbimga hamd va sanolar bo'lsin. Avvalo tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etar ekanman onajon. Avvalo sizga uzoq umr, mustahkam sog'lik, qalbingizga xotirjamlik, yuzingizga doim tabassumni Alloh ato etsin. Onajon, siz mening hayotimning eng buyuk ne'mati, Allohim bergan boyligimsiz. Meni dunyoga keltirib, tunlarni bedor o'tkazib, oq
sut berib voyaga yetkazganingiz uchun eng avvalo sizni Alloh jannat bilan mukofotlasin. Har bir muvaffaqiyatim, har bir quvonchim ortida sizning cheksiz duolaringiz, mehringiz, fidoyiligingiz mujassamdir onajon. Bugun sizni musofir yurtlarda bo'lsam ham yuragimning har bir chiroyli satrlari ila sizni tabriklamoqchiman onajon. Sizni juda sog'indim. Mehribonam, bag'ringizni sog'indim, shirin nasihatlaringizni sog'indim. Duo qilib duoshim silagan qo'llaringiz sog'indim onajon. Masofalar uzoq bo'lishi mumkin. Ona va farzandning qalbidagi hech qachon muhabbatni masofalar ajrata olmaydi. Aziz onajonim, har tong qilayotgan duolaringiz meni asrayapti onajon musofir yurtlarda. Men uchun qilgan har bir duoyingiz, to'kkan har bir ko'z yoshingiz va qilgan ezgu niyatlaringizni eng avval Alloh jannat bilan mukofotlasin. Ilohim Alloh sizni ikki dunyo saodatga yetkazib, sizni aziz va mukarram qilsin. Ilohim sizni har doim Alloh o'zini panohida asrasin. Sog'ligingiz mustahkam, umringiz barokatli, rizqingiz ziyoda bo'lsin. Sizning kulguyingiz mening baxtimdir. Sizning sog'ligingiz mening xotirjamligimdir. Ilohim hech qachon dard ko'rmang ona, ko'zlaringizda faqat baxt bo'lsin. Hayotingiz bahor gullari kabi fayzli va chiroyli bo'lsin. Onajon, siz mening eng go'zal kunlarim, qirolichasiz. Onajon, men sizni juda yaxshi ko'raman. Siz mening jannatim, suyanchim, bebaho boyligimsiz. Har bir ibodatimda, har bir duolarimda avvalo sizni sog'ligingiz, baxtingiz so'rab duo qilaman. Nasib etsin tez orada diydor ko'rishlikni. Muborak qo'llaringiz o'pib, bag'ringizga bosishingiz sog'indim onajon. Yana bir bor tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Mehribonim, jannatim onam. Bugun sizdan million chaqirim uzoqda bo'lsam ham, musofir yurtlarda bo'lsam ham, yuragim har domon siz uchun urmoqda ona. Har tong quyosh chiqqanda onam sog'mikin degan o'ylar meni o'ylantiradi. Har kecha Allohdan onamni asragan, uzoq qilgin umrlarin, dard ko'rsatmagin deb duo qilaman. Onajon, bolaligimdagi mehrli bag'ringizni, sochlarim silab qo'llaringizni eng avval chiroyli duoga ochgan paytlaringiz sog'indim. Shirin allalaringiz sog'indim. Mehr to'la nigohingiz sog'indim. Sizning dono tabassumingiz butun dunyoga teng keladigan mehringiz sog'indim onajon. Siz men uchun nafaqat ona, balki hayotimning go'zal ne'mati, jannatim onamsiz. Bugun siz uchun eng go'zal kunlarda duo qilaman. Onajon, baxtimga bor bo'ling. Musofirman, ona, olis yurtlardaman. Siz tomon chorlaydi yana sog'inchlar. Har tun yulduzlarga tikilib turaman. Duo qilaman men sizni onajon. Siz bergan tarbiya yo'llarimga chiroq bo'ldi. Mehringiz yuragimni etar porloq. Bag'ringizda sog'inch qiynaydi meni. Sizsiz dunyoyim ranglari ko'proq. Qo'llaringizni o'psam deyman har zamon. Peshonam silagan qo'llaringiz sog'indim ona. Musofir yo'llarda yursam ham bugun qalbimda yashaysiz har on onajon. Har tong uyg'onaman duoyingiz bilan. Har kecha uxlayman ismingiz aytib, siz bor ekansiz baxtliman ona. Allohga shukrlar bo'lsin dunyoda. Onam bor duogo'yim, jannatim onam. Mana shu chiroyli tilaklar siz uchun. Rahmat bolalarım. Sizlarga uzoq umrga yurgaysiz. Uzoq umr ko'rgaysizlar. Sizlarga tabrikli bolalarım. Sog' yurgaysizlar. Xudoyim baxtima. Sog'omon yurgaysizlar. Inshaalloh, albatta. Mehribonlaringiz baxtiga bor bo'ling, salomat bo'ling, dunyo turguncha turing. Qalbingizdagi barcha ezgu niyatlarni Allohim eng go'zal kunda ro'yobin ko'rsatsin. Bugun musofir o'g'lingiz sizni mana shu go'zal tabriklari ila xursand eta oldimi? Ha. Ayniqsa Rahmat. Xudoyim ularga shoxlardan omon sog'ina yurgaylar. Yana görüşüş nasip etke, aman sağına işler, sağ yürgey, etme ballarım, bir yılat ballarım, aman sağ yürgeyler Xudayım. Rahmet ballarım, uzak ömür görgeysiler sığırım, sağ yürgeysiler, yaxşı rahmet. Ko'zlaringizda faqatgina eng go'zal kunda bugun sog'inch va mehr, muhabbat, quvonch ko'z yoshlari, to'g'rimi onajon? Rahmat kızım sana da. Sağ yürgeysen, ömürleriniz uzak olay. Ballarımı etmeden sağ yürgeyler, ömürleri uzak olay. Ilohim
ham albatta. Rahmet katta. Sizlerin hem uzak ömür görgeysizler. Rahmet shunday tabriklab turganlaringiz uchun. Rahmat. Ushbu chiroyli she'rlar esa kelin qizingiz Ra'noxon opa nomidan. Tilaklar ichra izlab topganim Alloh nigohini sizga qaratsin. Yagona tinchim Allohdan bu kun men uchun shunday ikkinchi onani yagona qilib yaratgan Robbimga hamdu sanolar bo'lsin. Oyijon baxtimizga bor bo'ling deguvchi mehriboningiz Ra'noxon opa baxtiga bor bo'ling. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Rahmet, gelinim Ra'noxon kızım deb koymaslardı. Hemmeniz Xudayım sağ yürgeysizler. Artıklarıma rahmet, meni shunday deb tabriklab turganlaringiz uchun. Rahmet ballarım, kızlarım, artıklarım, kız gelinlerim ve kızlarım şu mening hemmesine rahmet. Meni silasılar, Xudo sizlardan tilag'ay. Ilohim. Sizlar ham uzoq umr ko'rgaysizlar. Rahmet. Yana bir bor. Inshaalloh. Mana shunday shukrona ayyomlarga eng avval ko'z tegmasin. Biz siz bilan O'zbekistondan eng go'zal loyiha kutilmagan qo'ng'iroq televizion loyiha boshlovchisi Nurbonu kuningiz xayrli o'tsin. Rahmet. Xo'p, bo'ladi. Rahmat.